qay vaqt kelsa masalasini hal qilib beradigan bo'lsa, biz shu prezidentimizdan, shu hokimiyatdan iltimos qilamiz. Bizim farzandlarimiz axir ertaga bu ko'chalarda, bu ko'cha hech narsa emas hozir. O narigi ko'chalarga o'tamiz, keyin ko'rsatamiz. Narigi ko'chalarni ko'rsangiz, hammasi haligi nima deydi, qushlarning uyasiga o'xshayapti. Umuman bu ko'chada velikda ham yurib bo'lmaydi, piyoda ham yura olmaysiz ketgan. U ayniqsa mana chiroqlarimiz yo'q, yoritgich chiroqlar yo'q. Chiroqlarimiz yo'q. Kechasi nevaralarimiz, qizlarimiz, kelinlarimiz kechasi 12:00 da smenadan chiqadi, ishdan keladi. Bu yoritgichlarga murojaat qilib, o'tgan safar ham men murojaat qilganman. Elektrichetdan kelib. Bizda hech narsa yo'q, o'zlaring osalaring qo'yib beramiz deb ketdi. Bu endi qaysi nimaga to'g'ri kelyapti, biz ham buni tushunmay